Assalomu alaykum azizlar. Qabristonga ziyoratga keldik. Mana odamni jas uyagini topib oldik. Buni endi bir chekkaga ko'mib qo'yamiz. Endi o'ylab turibman o'rtoqlar. Shu bir boy odamnikimikin? Ha? Ya kambag'al qashshoqnikimikin? Yoki bo'lmasam amaldornikimikin? Ha? Nima deb o'ylaysizlar? Yoki oddiy ishchinikimikin, dehqonnikimikin? Kimniki bo'lsa ham Alloh rozi bo'lsin deymiz-ku. Lekin bu ibratda hammamizga o'rtoqlar. Bir-birimizni hurmat qilaylik, yaxshilik qilaylik, yomonlikdan hech foyda yo'q o'rtoqlar. Mana ko'rib turibsizlar. Buni mana shu yerga ko'mib qo'yamiz hozir mana ko'zlaringni oldida. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu yerga qo'ydik. Tinch bo'linglar, yaxshi bo'linglar, aql bo'linglar. Bo'pti.